aziz fuqarolar, bugun Agrobank Ato'y Mingbuloq filialida tadbirkorlar uchrashuvi kuni yanvar oyining 27-kuni barcha qandaydir o'zlariga kelgan savollarni bo'lsa bersangiz, undan oldin Agrobank Ato'y mahallaviy tizimida mavjud kredit turlari to'g'risida tushuncha berib o'taman. Hozir bizda jismoniy shaxslarga 47-sonli qarorga asosan biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak, mahalla loyihasi kredit ajratilmoqda. Biznesga birinchi qadam loyihasi bo'yicha 5 million so'mgacha jismoniy shaxslarga ajratiladi. 1 yil muddatga foiz stavkasi 25%. Ta'minoti sug'urta polisi foiz stavkasi 25%, ayollarga 2% imtiyozi bor, 23%. Biznesga birinchi qadam yo'nalishi bo'yicha undan keyin biznesga ko'mak yo'nalishi bor, 17 million so'mgacha 4 yil muddatga 6 imtiyoz davri bo'ladi. Foiz stavkasi 25%, ta'minoti shaxsga sug'urta polisi yoki buni ham foiz stavkasi 25%, ayollarga 2% imtiyoz bor, 23%. Mahalla loyihasi kreditimiz mavjud, 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan foiz stavkasi 25%, ayollarga 23%dan. Xo'sh. Ta'minotda sug'urta polisi yoki shaxs kafilligi. Bu kreditlarimiz ishsiz odamlarga o'z-o'zi band bo'lgan jismoniy shaxslarga ajratiladi. Undan tashqari yuridik mijozlarga hatto 302-sonli qarorga asosan kreditlarimiz mavjud. Xo'sh, bular MTJ yoki oilaviy qonunlarga ajratiladi. Xo'sh, foiz stavkasi tuman toifasidan kelib chiqib ajratiladi. Mingbuloq tumani 5-toifada bo'lgani sababli 19%dan, ayollarga 2% imtiyoz bor, 17%dan 100 million so'mgacha ajratiladi. 100 million so'mgacha garovsiz, 100 million so'mdan yuqorisi 300 million so'mgacha garov asosida ajratiladi. Savollar bo'lsa bersangiz.